Короче, hozir Jonni akamga telefon qilib qotil bo'pti deb qo'yish kerak akalar. Короче. Hop. Alo. 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 Jonni brat qandaysiz, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Ha, men bu Azefman, shu shaharning meri. Nima yordam kerak edi? Shu qarasa shaharimizda qotillik ko'payib ketyapti, aka. Bo'ldi. Shuni eplab beradi. Ha, shuni eplab bir televizorga chiqaramizmi? Shu qotilni ko'rganlar bizga telefon qilib istamaylisaga yaxshi bo'lardi, aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Ulas akalar, ulas hozir Jonni Cage, ulas Jonni akam meni kutib oladi kafeda yonida. O'zi kafeda o'tiradi-da, o'zi og'aynilar ketgan bo'lsa ham kerak qani. Hop. Assalomu alaykum Jonni brat, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshi keldingizmi? Ha, shu bizda qotillik ko'payib ketyapti deb telefonda ham gapirdim. Shunga bir televideniya chiqarish kerak edi, aka. Ha, Bir yordam qilasizmi? uni men ham eshitdim, internetlarda ham ko'rdim. Uni televizorga hozir qaramiz. Bo'ldi, televizorga chiqaramiz. Ha, siz o'zingiz qo'llab-quvvatlab turasiz, o'zingiz berasiz televizoriyaga. Bo'ldi. Men yaxshi qilib chiqaring aka, uni qotil topasiz hozir. Meni shahrim atom bombaga yuz tutadi. Bo'ldi. Hop. U albatta topiladi. Hop. Hello, bugun yangiliklarimizga xush kelibsizlar. Mana bugun yangiliklarimizda qotil yana qaytib kelibdi. O'tgan safar bozorda o'ldirgan ekan, uni hech kim xabar bilmabdi, bozorga kecha o'tishgan ekan, ashuna bilib olishibdi uni. Endi u qotilni biz topasak bo'lmaydi, unga biz katta pul e'lon qildik, uni topish uchun. Bankimiz bizga qo'llab-quvvatlayapti, u qotilni topsanglar bo'ldi deyapti. Shunga biz bugun qotilni qidiramiz. Ezifi o'zi qidirib beradi sherigi bilan. Короче, mana Jonni akamga aytib keldim, xolos. Olib borishdi, ular qilishyapti ham shekilli, qilish bo'ldi menimcha. Pedrukjon, qandaysiz do'stim, yaxshimi? Yangiliklar ko'rdingizmi hozir? Yo'q. Yana qotil paydo bo'libdi. Ha, uni men o'zim uni qilib keldim uni. Bugun yana qaytishi mumkin. Ha, bugun u qaytishi mumkin. Uni qaytaligini topish kerak edi, lekinchi qaytdekina va u qaytdeki. Uni albatta qaytishimiz kerak edi. Men hamon qani? Mana, kirori. O'ylamayman. Qani? Ulas akalar qotilni ham topish kerak, uni Pedrukjon cho'milyapti. Ulas akalar Pedrukjon ham cho'milgani kelib ketgandi. Va uyda remont qilish kerak ozgina. Pedrukjon! Tashqaridaman men. Oy! Tashqaridaman. Voh. Kelib chiqib tashqariga ham bo'ldi. Uyda remont qilish kerak, usta gaplashing, men telefon. Telefon kerak. Men telefonni bankdan oling. iPhone 15. Alo. Usta kerak edi, men uyda remont qilgan. Tezroq kelinglar. Men qaranglar aka. Uyda ozgina remont qilish kerak, shaharni kuchaytirish kerak. Open budjetdan ovoz yig'ib kelmaysizmi? Yo'q, bu zastavka. Qarang. Open budjet berdi, bilmadim. Ha, shunaqa. Oz bersanglar, sizlarga hisob beraman. Men o'qin. iPhone 15 bu. Kamerasi yo'q. Kamera zapalo. Ulas короче, siz nima qilasiz? Menmi? Mayda yuring, aylanib turaman. What the fuck, men bro, tog'ni ham tikkini qo'ymaysiz-a? O'zay. Ulas короче. Ha. Men produkt olib kelaman. Tug'dingizmi, brat? Pedruk dadajon. Dadajon deba? Pedruk dada. Xullas. Voy, bu soat 30 qani qaramaysizmi? Mehmon kelsa nima deymiz menga? Orqada turib ko'rmasiz, brate. What the fuck?
Ha bo'lib keldi. Kim ish? Olma oldim men. Ha yana keldi mana. Kimini yechinib ketdi короче. Qaram. Mana bugungi qismlarimizda bugun portal topildi va u portalga kirmoqdamiz va u portal rasm orqasida ekanligi topildi va unga mer va do'stidan boshqa hech kim kirishi mumkin emas. Yo bro, eshitdingizmi? Portal topilibdi bro. Bro, portal. Portal bro. Yuring birinchi borib ko'ramizmi? Kirib ko'ramizmi ketdik. Davay. Men birinchilikda U yerda nima bor ekan, birinchi? O'ylaylik, u yerda nima bor ekan? Juda bilishchi ketdik-da. Yuring. Masha etmadi aniq? mana ochiqdan qo'yish. Oo, ketdik. Bizga mumkin. Go. Shuni ham ketdik. Bu ahmoqlarning izriga qarab ketdi va men bugungi rejalarimni amalga oshira olaman. Va men kiyimlarimni kiyib olib, hali bankka kiraman. Agar ulgursam, do'konga ham kirib chiqishim mumkin. Va men yo'l olmoqdaman. Va bankimizda qancha pul bor ekan? Savol. Qiziq. Va nihoyat bankka yetib keldim va men kiraman. Va bankni o'marib chiqaman. Bu yerda ham izimurud ham olmasam qolmaydi. Bu yerda sotuvchi yo'q-ku. Bu yerda sotuvchi bor ekan. Nima qilsam ekan? Sekin borib o'ldiraman. Va u naryoqqa o'tishini kutib turaman va uni o'ldiraman. Va meni kutib ol. Salom. Va xayr. Seni yo'q qildim va men do'konga ham kiraman hali. Stop, sandiqda hech narsa yo'q-ku. Axir bu sandiq bo'sh ekan. Nega bu kapangadaylar puli yo'q shekilli? Ahmoqlar. Bankka pul qo'yib qo'ymaydimi odam degan? Bu yoqda sandiq yo'q. To'xtanglarchi. Sandiqning tagida qora narsa turgandi. Sindirib ko'raychi. Varyonka. Sandiq. Bu ahmoqlarni ham miyasi ishlarkanmi? Pullarni qarang. Hammasini o'g'irlayman. Sizlarga sovg'a qoldirdim. Buni o'qib hayron qolmasangiz ham kerak. Va men do'konga qarab yo'l oldim. Va do'konda kim bor ekan? Do'konda eshitlarni ham o'ldiraman. Salom hammangizga, ahmoqlar. Maydan yordam beringlar. Allo. Va sen? Yaxshi ham bu Bu quyga kiryapsiz? Yo'q. yaxshi ham bu ahmoqlarni fahm farosati yetmaydi. Men qotilligimni ular ham bilishdi. Endi esa erkami? Kerak menga kirki kerak edi. Va men, bu kim endi? Guvoh-ku. Seni yo'q qilaman. Ahmoq jiti. Yordam beringlar. Yana bir ahmoqni o'ldirdim va men o'z uyimga qarab yo'l olyapman. Salom, ahmoq jitilar va xayr. Hali Azif qilgan ish, hamma qilgan ish uchun javob berish kerak. Birinchi esa sizlar javob berasiz. Men bank nomeri shuncha izimurtlarni topdim. Hali bu izimurtlarga jitilarni o'zim yog'dirib olib, u Azifni o'z qurgan sitisidan haydab yuboraman. Va bu yerning boshlig'i men bo'laman. Men uni Yo bro. Siz ham hech bola topa olmadingiz. Yangi artefakt topdim bro. Mana. Sizcha topdingizmi? Yo'da lavadan boshqa hech narsa topgan. Artefaktmi? Yo, bu oddiy tosh ekan. Hey, do'st, yuring ham bo'lmaysiz. Siqilib ketdim bu yerda. Vapshi. Yuring undan ko'ra uyga ketaylik. Asli to'g'ri turgan. Zo'r. Voy. Yo, bana baba Murod. Qaytadan chiqdik, qayta paydo bo'ldik. Yo. Portal buzildi. Yaxshi ham shaharimizni buzib tashlang, yana kimdir kirib olib. Qo'lim kuchli-da. Trenirovka qilib tursiz, Mana qarang. Nima? Bank. Nima bo'ldi? Uylar qarang. Yo!
Kim qildi? Zo'rg'alatdan qurgandik-ku. Voy, voy. Nima Zumrud? Qani Zumrud? Voh, Zaborni buzib kir. Voy, yozib Bak. bor ekan. nima? Sizlarga Sovg'a. yo'q. Soniq qani? Qoch Sigiri bilan go'sht. Yo bro. Voy, jitlar qani? Voy dot, voy. Ya'ni chiqib o'g'irlanmaganmi? Bro. Do'kon bor, Iris do'koniga qarang. Do'konga. Jitlar sotuvchilar. Eshiklar ochiq. Bu yerga 20 kun Voy. sotish kerak edi. Yo'q. Menda olma yo'q. Kirka. Ham yo'q. U kirka o'lib ketsin, jitlarim qani? Nima bo'ldi mayitda? Yo, bля, bu yutlar kim buzdi? Voy, tut. Shahrim parokanda bo'lib ketdi-yu, bro. Shahrim parokanda bo'lib ketdi-yu. Nima bo'ladi? Aytlardi ham. Uyimiz remont. Ay, blin. Qaysi pulni qilamiz uydiramiz? Voy, pulimiz ham yo'q, to'xta sondoqlar. Ashi sondoqlarni qancha pul bo'lsa, jitillarni ham oyligini berish kerak edi. Jitillar yo'q-da endi. Ovqat. Xudoga shukr, uyda pullarga tegmabdi, bro. Mana. Bu baribir u pullar yetmaydi ularga oylik bergan. Yetsa kerak, yo. Pastga sondoqda. Yetmaydi bu. 8 jitillargina oylig'i bu. Qolganlarini nima qilamiz? Voy, Makinchada uyimizga bo'lgandir-a, va? yana Voy, dot. birinchi kimdir ko'rgandi. Ashi. Pastga. Sandiqlari yo'qmi? Yo'q, boshqasi yo'q. To'xtang. Bu yerda bunkerim bor edi, men tushib ko'raylikmi? Lekin bitta ham sandiq yo'q-da bu yerda. Tushing. Olmoslar yo'q bo'lib qoldi. Bitta olmos bor edi menga. Voy, olmos blokan. Voy, ishkal. Hamma yo'g'im yo'qladimi men? Nima bu? Shahrim ham oladi bu menimcha. Chiqing. Voy, chiqing. Yuring. Hotelga boramiz, Voy. Hotel. Shu bitta jitil bir ikkita jitil ko'rgan bo'lish kerak buni. Ishi bo'lmasa radarlarga yozib olingandi, radar o'zi odam suratga olamiz degan savol bor. Pastdagilar qarang, tepadagilar qarang. Tepada odam bor, tepada. Pastda ham bitta bor ekan. Pastdagidan so'raychi, past tepadagi tushmaganmiz. So'raylik. Eshik nima bo'ldi? Yo, bro, qotilni ko'rdim nima qilganini, iltimos gapiring. Qotilning nima bo'lganini aytib bering bizga. Qotil ko'rgan bo'lsangiz agar. Chiqdingizmi? Yo, bro, tashqariga chiqmabdi u. Ha, pastdagi ketdi. Uni so'raganim yo'q. Pastdagida boshqa yo'qmi? Yana bitta jitil. Bro, mayga qarang. Va qotillik bo'layotgan paytda bu ikkalasini ushlab oldim. Yashab shu yerga bersin, omon qolgan qaysi bo'laydi? Bu taraf, mana. Eshak, senga aql. Qotilni ko'rdingizmi, brat? Iltimos gapiring. Televideniyaga chiqarishimiz kerak. Voy, men tepada ham bitta jitil topib oldim, qaqirib ketib bordi hozir. Bu gapiryaptimi aytdagi? Ketyapti. Ko'rmabdim. Ko'ribdi-da. So'rang. Kerak. Qayerga ko'rgan bo'lsangiz nima u? Gapiringchi bizga. Nima bizga xabar bermadingiz? Men juda ham qo'rqib ketdim va men vashyo sarosimaga tushib qolgandim, shokda edimman vobshe. Ha, bu shunaqami? Tezlar, radarlarni qarash kerak, kameralarga yozib olingan bo'lish kerak bu holat. Eshik yo'q, yuring avtobus. Ha, yuring hozir, eshik yopadigan payt emas hozir. Yuring. Bu qayerga ketyapsiz? Meni hamma kameralar
televizorimga ulangan-ku, yuring ko'raylikchi. Voh xudo. Keling. Yoring. Voy. Ishqilib yozib olingan bo'lsin-da. Ha, bu yerda buzilgan kirsin. Qani. Topib oldim. Topib oldim. Albatta.